Ağalar, bugün yana onlayn savdo bo'ldi. 1+1 aksiyada. Ağalar, skuterimiz birda zaryadi bilan to'liq 40 kilometrgacha masofa bosadi. Sovg'asini beriladi. Mahsulotimiz Gigant, Qarekengning Gigant mototsikli. Bort Assalomu alaykum ağalar. Bugün yana onlayn savdo bo'ldi. 1+1 aksiyada. Xudo xolasa Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot rayonidan bo'ldi bu savdomiz. Ağamız bir kunda dokument topshirdi. Kecha dokument topshirgan, hamma dokumentini to'g'rilab, bugun tavsiyanomalarini olib, kredit shartnomalarini qilib, xudo xolasa o'z manzilini dastavka qilib beramiz ağalar. Bizni kuzatishda davom eting. Hozir sizga polniy mahsulot haqida mini obzor qilib beraman. Skuterimiz haqida aytsak ağalar, skuterimiz birda zaryadi bilan to'liq 40 kilometrgacha masofa bosadi. 14 lik cho'ntak skuter deb aytiladi. Elektronli, xudo xolasa bu hech qanaqasiga mahsulotni tannarxiga qo'shilmagan, sovg'asini beriladi. Mahsulotimiz Gigant, Qarekengning Gigant mototsikli. Bort razmerlari 220 ga 140 hisoblanadi. Zonshem motorlar uстановка qilingan. Mana ko'rishingiz mumkin. Radiatorning охлаждение deb aytiladi ağalar. Buning usilet qilingan oldi mordalarni ko'rishingiz mumkin. Mana 60 lik vilkalar qo'yilgan. Bitta katta LED faralar qo'yilgan. Shamoldan to'suvchi aynalar uстановка qilingan bo'ladi. Mototsiklimiz qo'sharamlar bilan uстановка qilingan bo'ladi. Qo'sharam juda mustahkam. Bu xalqimizning to'liq sinovdan o'tgan. Mototsiklimiz 100 kilometrga 5 litr расход qiladi. Bak sig'imlari 22 litr bo'lib hisoblanadi. Radiatorning охлаждение mana suvli deb aytiladi. Пониженный передачалari bor. Mana hozir астқы qismlarini ko'rishingiz mumkin. Tormozning sistemalari жидкостной. Mana усиленный orqa mostlar qo'yilgan bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, qalin resorlardan uстановка qilingan bo'ladi. Buni yana bitta alohida jihati quyma bo'lib hisoblanadi bu. Quyma deb aytiladi xalqimizning tilida. Жидкостный tormoz usilet qilingan. 500 ga 12 ballonlar bilan jihozlangan. Motosiklimizning zapaskasi, kaskasi, balon kulush, damkrat hamda yomg'irdan to'suvchi qaplaridan bo'ladi. Ustimizga kiyib bemalol yomg'irda harakatlanish uchun. Mana ko'rishingiz mumkin, polniy kiyimi bor, o'zining maxsus kiyimi, yomg'irdan saqlanish uchun kiyib haydaladi. Bundan tashqari telefon postavkalar, MP3lar, zerikmaslik uchun polniy muzikalarni qo'yib yo'lda harakatlansa bo'ladi. Ağalar, motosiklimizning narxi 32 million so'm. Dastavkasi bepul O'zbekiston bo'yicha. Sizga qiziq bo'lsa, aloqa nomerlar qoldiramiz, biz bilan bog'laning. Siz uchun albatta harakat qilamiz va kredit asosida yetkazib berishga harakat qilamiz. Bu mototsiklimizni hech qanaqa to'lovsiz oldindan to'lovsiz oldilar. Faqat bitta pasportni taqdim etdi. Keyin hamma dokumentini to'g'rilab, dastavka qilib beramiz. Hozir yuklaymiz, o'z manzilini yetkazib beramiz ağalar. Xato va kamchiliklar o'tgan bo'lsa uzr so'raymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Jayhun Motors jamoasi siz uchun xizmatda, harakatda. Sog' omon bo'ling ağalar. Alloh taolo ishlaringizga baraka bersin.